ota-onamni, yaqinlarimni Hikmat Travel orqali umra safariga jo'natmoqchiman. Qanaqa yangiliklar bo'lyapti? Narxlar qancha bo'lyapti? Ketish qayerdan bo'ladi degan obunachilarimiz, xudo xolasa videomizni o'tkazib bormaysizlar. Bizda har xil joydan reyslarimiz bor. Keyin to'lov masalalariga ko'pchilik o'ylanishar ekan, ofislarga borib to'lov qilsa bo'ladimi, onlayn to'lovlar amalga oshirsa bo'ladimi deganlar uchun xudo xolasa videomizni o'tkazib bormaysizlar. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Bugun Hikmat Travel Abdug'ofur aka oldilariga yetib kelganmiz. Bizga layklarni bosib qo'llab-quvvatlab tursinlar. Xudo xolasa biz videomizni boshlaymiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, biz obunachilar uchun endi bitta qayerdan reyslar bor aka? O'zi narxlar qancha bo'lyapti? To'lov masalalari qanaqa aka? Borishgandan keyin shart-sharoitlar qanaqa bo'ladi? To'liq qilib ma'lumot bersangiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, Toshkent reyslarimiz kunlaridan boshlaymiz. Toshkent reyslarimiz kunlari 8-avgust kuni bor, 12-avgust, 13-avgust, 15-avgust, 19, 20, 22, 26, 27, 29-avgust kunlari reyslarimiz bor. Toshkent yo'nalishi narxini $960 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz 12-avgust, 13-avgust, 19, 20, 26, 27-avgust kunlari Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Buni narxini $1015 qilib beramiz, xudo xolasa. O'zlariga qulay bo'lgan joydan ketishsa bo'lar ekan-da, demak. Ketishsa bo'ladi. Xo'p, undan tashqari sharoitlari qanaqa bo'ladi deydigan obunachilarimiz uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastinisalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 800 metrdan 2,5 kilometrgacha. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushasizlar gastinisalarimiz. Lekin avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga olgan, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari 50 boshimiz birga borib, birga kelishadi. Firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi, qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi. Xo'p, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi deydigan obunachilarimiz uchun to'lovlarimizni xohlasalar ofislarimizga kelib to'lov qilinglar. Ofislarimiz respublikamizning Toshkent, Andijon, Farg'ona viloyatlarida bor. Undan tashqari shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Joylarni onlayn bron qilsalar ham bo'ladi. Aloqaga chiqsalaring, onlayn qanaqa bron qilishni o'zimiz o'rgatamiz, xudo xolasa. Bemalol qanaqa savollaring bo'ladigan bo'lsa, Telegram orqali, WhatsApp orqali, oddiy telefon orqali ham bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. O'zlaringga qaysi biri qulay bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa telefon qilsalaring, sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar yetkazib beriladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, umra safariga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga bu videoni yuborib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, Hikmat Travelda qanaqa yangiliklar bo'lishidan qat'iy nazar, xudo xolasa birinchilardan biri kuzatib borishga, xudo xolasa erishasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.